To'lov nomerda ishqibozlari 2025-yilda rekord qo'yib qo'ydik. Qanaqasiga rekord desalaring, eng arzon yutish bo'yicha Farg'ona viloyatida 12-may mana bugungi sana, shu bugungi sanagacha kim bizdan arzon no'londa yutgan bo'lsa, biz ularga qanaqangi mukofotimiz bor? 500 ming so'm. 500 ming so'm mukofotimiz bor. Endi hozir narxini men ko'rsataman, yana aytaman, 12-maygacha bizdan arzon hali hech kim yutmagan deb o'ylayapmiz. Bu qizlar tinmasdan shu videoni ishlab bergan ekan deb majbur bo'ldim. Xullas aka-ukalar, hozir sommasini ko'rsam o'zim ham qoyil qoldim. Qani bismillah, ko'ringlar, o'qib bukvadagi 0 raqamni ikkita narx urganmiz. Qaranglar mana 3.750.000 so'mdan boshlangan nomerimiz qanchaga yutilgan deb o'ylaysizlar? Wow deb boradigan summa ko'rsaman ketdi. Qaranglar, 3.825.000 so'm tek qo'shish senasiga mana shu nolon o'qib raqamini yutib berganmiz. Bu raqamimiz Marg'ilonga yutilgan, to'g'rimi? Marg'ilonlik akamizga yutib beribmiz. Tanjolari sog' bo'lsin, raqamlari qullov bo'lsin deymiz. Aka-ukalar, mana shu 500.000 so'm pul mana qizimiz ham aytayapti. Sizlarga bo'lishi mumkin. Buning uchun nima qilish kerak? Kommentariyada yozinglar, telefon raqamlaringni ham qoldirib ketinglar. Mabodo arzonni yutib isbotlab bersalaring, siz telefon qilamiz, kartalaringga 500.000 so'm tashlab beramiz. Tanajonlaring sog' bo'lsin. Rahmat etib borsin.